Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Rossiyalik 49 yoshli afsonaviy aralash yakka kurash ustasi Islam Makhachevning bo'lajak raqibi Jack Della Madlenani Vaysaqi deb atadi. Kelasi yakshanba tongida Islam Nyu-Yorkda o'tkaziladigan UFC 322 turnirining asosiy jangida yarim o'rta vazn toifasi chempioni avstraliyalik Jack Della Madlenaga qarshi oktagonga chiqadi. Fyodor Emelianenko esa ushbu jangda nimalar kutayotgani haqida fikr bildirdi. Ilohim, Islam g'olib kelib, Vaysaqi yigitchani jazolasin. Men Makhachevning oktagonda o'z so'zini aytishini istayman, deya Emelianenkoning so'zlarini keltiradi Gazeta.ru sayti ekspertlari. Bu paytda bo'lsa, o'rta vazn toifasida amaldagi UFC chempioni Hamzat Chimayev 16 noyabr tongida bo'lib o'tadigan super jangda kutayotganlari haqida fikr bildirdi va uni bo'lishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida bo'lib o'tadigan UFC 322 turnirining asosiy jangida Islam Makhachev avstraliyalik Jack Della Madlenaning chempionlik kamarini tortib olish uchun urinib ko'radi. Hamzat Chimayevning gaplari: "O'ylaymanki, bo'lajak jangda Islam g'alaba qozonadi. Ikkalasi ham qiziqarli jangchilar. Islamning boshqa vazn toifasiga o'tishi qiziq tuyulyapti. O'ylaymanki, u bu jangda ko'proq kurash mahoratini ishga soladi", dedi Hamzat Chimayev o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi Red Corner MMA akkauntida. Eslatib o'tamiz do'stlar, Islam Makhachev uchun bu yarim o'rta vazn toifasidagi debyut jang bo'ladi. Oxirgi jangda u Renato Moikanoni birinchi raunddayoq mag'lub etgan edi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Yaqinlashib kelayotgan Islam Makhachev va Jack Della Madlena o'rtasidagi jangda aynan siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islam Makhachev yoki Jack Della Madlena? Lekin qadrli do'stlar, juda ham ko'p UFC jangchilari aynan Jack Della Madlena g'alabasini taxmin qilishmoqda, chunki u tekdaunlardan himoyalanish, stokada yaxshi ishlashi tufayli uni g'alaba qozonishi mumkin deb e'tirof etishmoqda. Albatta do'stlar, ushbu holat to'g'risida ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va agarda UFC 322 turnirini jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni ham tavsiya etaman. Telegram kanalimizga o'tmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada va opisiyanida yozilgan silkalar orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying va siz ushbu UFC 322 janglarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Barchani Telegram kanalida kutib qolaman. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.